boshqa joylarga borganimizda chaqmoq chiqdi. Endi bizni klinikamizda nima deydi? Asosiy maqsad rostni gapiriladi, to'g'ri diagnoz qo'yiladi, iloji boricha aniq diagnoz qo'yib, aniq javob beradi. Agar o'pkada bir muammo bo'ladi, yoshlikda nafas yetishmasdan shunaqa bo'layotgan bo'lsa, shunaqa bo'lib barmoqlarning uchi baravar tayoqchasiga o'xshab qoladi. Nafas yetishmovchilik belgilari yo'q. Masalan, yaqinda paydo bo'lgan kasallik bo'lganda, sraz nafas yetishmay qoladi. Qiynalardi odam. Hech bo'lmaganda nafas yaxshi yetishsa ham, 89 bo'lsa, 1 bo'lsa ham, yurak urishi tezlashardi, kompensator. 5 ta bo'lay bo'lsa, 5 ta bo'lsa, bitta bo'lay ishlamay qolganligi odamga sezdiradi. Buni olib tashlashda bir maqsad yo'q. Olib tashlashdan bir foyda ham bo'lmaydi. Nafas ham hech qanaqa o'zgarmaydi. Faqat oshiqcha bitta jarohat qilgani qoladi xolos. Endi hozir muammolar o'sha lo'rlash tomonidan gamir boshqalarida garmayt bor ekan, itmadagi sinusda shamollashlar bor ekan. Ular davolasizlar ham xudo xohlasa o'sha isitma chiqishlar, havo aynaganda suv qatib, boshqa narsa bo'lishlar hammasi o'tib ketadi. Inson klinikasiga katta rahmat. Lekin doktor sizga ancha xursand bo'lib qaytdik mana. Sizga alohida rahmat.